Bugun sizlar bilan o'tkir koronar sindrom diagnostikasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, o'tkir koronar sindrom o'zi nima? O'tkir koronar sindrom yurakning koronar qon tomirlarida qon aylanishini o'tkir buzilishi natijasida kelib chiqadigan og'ir klinik sindrom hisoblanadi. Demak, koronar qon aylanishini o'tkir buzilishi degani nima degani? Koronar qon aylanishini o'tkir buzilishi aynan bu koronar qon tomirlarida ateroskleroz yoki turli xil tromblarni hosil bo'lishi natijasida bu qon tomirni butunlay yoki qisman yopilib qolishi va buning oqibatida yurakda o'tkir qon aylanish buzilishini kelib chiqishi bilan keladigan klinik simptomlar kompleksi tushuniladi. Xo'p, demak, o'tkir koronar sindrom diagnostikasida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda albatta bemorda klinik belgilarga. Ya'ni qanday klinik belgilar bo'ladi? Albatta birinchi o'rinda ko'krak qafasida og'riq bo'ladi va bu og'riq ko'krak qafasida asosan to'sh ortida kuchli sanchuvchi xanjarsimon og'riq bo'ladi va bu og'riq klassik holatda chap bo'yin sohasiga, kurak sohasiga va qo'l sohasiga uzatiladi. Ikkinchi belgisi nafas qisishi. O'tkir yurak yetishmovchiligi o'tkir koronar sindrom bilan birga kelganda to'satdan nafas qisishi, havo yetishmaslik hissi va bemor harakatlanishda hansirash belgilari paydo bo'ladi. Bular bilan birgalikda albatta sovuq ter bosishi ham kuzatiladi. Nima uchun o'tkir koronar sindromda sovuq ter bosadi degan savol tug'ilishi sizlarda tabiiy holat. Chunki o'tkir koronar sindrom paytida organizmda o'tkir qon aylanish yetishmovchiligi simpatadrenergik sistema, ya'ni simpatik nerv sistemasini kuchli aktivlashishiga olib keladi. Buning oqibatida simpatadrenergik sistema terimizga ikki xil signal beradi. Birinchi signal teri bezlari. Teri bezlari ishini kuchaytiradi, ya'ni ter ajralishini oshirib yuboradi simpatik nerv sistemasi. Ikkinchi tomondan teridagi qon tomirlarda kuchli spazm chaqiradi. Qon tomirlarni kuchli spazmi natijasida terining issiq qon bilan ta'minlanishi buzilishi tufayli teridan sovuq ter ajralishi vujudga keladi. Sovuq ter ajralishi. Bundan tashqari bemorda xuddi shu vaqtning o'zida umumiy holsizlik ham kuzatiladi. Demak, bu asosiy klinik belgilar. Siz bemorni ko'rganingizda ko'krak qafasida og'riq va nafas qisishi yoki u bilan birga yoki undan tashqari sovuq ter bosishi va umumiy holsizlik kuzatilsa, siz birinchi o'rinda bemorda o'tkir koronar sindrom bor yoki yo'qligini hisobga olishingiz kerak. Xo'p, klinik belgilarga to'xtalib o'tdik. Endi uni diagnostikasida asosiy ahamiyatga ega bo'lgan narsalarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, demak, diagnostikasida klinik belgilar bilan bir vaqtda eng muhim qo'llaniladigan narsa bu elektrokardiografiya tekshiruvi, ya'ni EKG tekshiruvi hisoblanadi. EKG tekshiruv qilganimizda agar haqiqatda bemorda o'tkir koronar sindrom ketayotgan bo'lsa, demak biz EKGda asosan ikki xil narsani ko'rishimiz mumkin. Bular birinchisi ST segment elevatsiyasi. ST segment elevatsiyasi kuzatiladi. Bu EKGda qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Sizga hozir ko'rsatib o'taman. Mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu P-tishcha, bu R-tishcha, mana bu ST segment. ST segment elevatsiyasi, ya'ni ST segmentning izoliniyadan ko'tarilishi kuzatiladi. Ikkinchi holat EKG tekshiruv qilganimizda yoki ST segment elevatsiyasi yoki elevatsiyasiz ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bunda manfiy T-tishcha,
tetischa yoki manfiy tetischa yoki ST segment depressiyasini ko'rishimiz mumkin. Depressiya. ST segment depressiyasi qanday bo'ladi? ST segment depressiyasi EKGda ST segmentni izoliniyadan pasayishi bilan kuzatiladi. Mana bu ST segment depressiyasi. Hop, endi manfiy tetischa ko'rinishida bo'ladi. Demak, birinchi bemorlardagi klinik belgilarni hisobga olishimiz kerak. Ko'krak qafasida og'riq, nafas qisishi, sovuq ter bosishi va umumiy holsizlik. Ikkinchi o'rinda qiladigan narsamiz, demak, bu EKG tekshiruvi hisoblanadi. EKG tekshiruvida biz demak ikkita narsani ko'rar ekanmiz. Birinchisi bu ST segment elevatsiyasi, ikkinchisi yoki manfiy tetischa yoki ST segment depressiyasi. Shunga ko'ra, ya'ni EKG belgilariga ko'ra o'tkir koronar sindrom ikkita turga bo'linadi. Ya'ni ST segment elevatsiyasi, ya'ni ko'tarilishi bilan va ST segment elevatsiyasi emas, ya'ni elevatsiyasiz. Bu manfiy tetischa yoki ST segment depressiyasi ko'rinishida bo'ladi. Mana ST segment depressiyasi va manfiy tetischa. Elevatsiya bo'lganda bu yuqoriga ko'tariladi. Endi qarang, demak, birinchi etapda klinik belgilarni ko'rdik. Haqiqatda ko'krak qafasida og'riq, nafas qisishi, ter bosishi, shunga o'xshash klinik belgilar bor. EKG qilganimizda ST segment elevatsiyasi yoki depressiya yoki manfiy tetischa chiqdi. Endi bu miokard infarktiga o'tadimi yoki nostabil stenokardiyami? Shuni tekshirishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi eng asosiy laboratoriya tekshiruv usuli bu troponin testi. Troponin test. Agar biz ushbu bemorda troponin testini o'tkazadigan bo'lsak, agar bemorda troponin testi musbat chiqsa, demak bu miokard infarkti. Demak, troponin testi musbat chiqsa, bu miokard infarkti bo'ladi. Agar manfiy chiqsa, bu nostabil stenokardiya. Bu yoki miokard infarkti yoki nostabil stenokardiya bo'ladi. Shunga ko'ra biz diagnostikasini xuddi shunday tartibda amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'tkir koronar sindrom koronar qon tomirlarida qon aylanishini o'tkir buzilishi va uni oqibatida kelib chiqadigan simptomlar kompleksi hisoblanadi. Va buni asosiy klinik belgilari ko'krak qafasida og'riq, nafas qisishi yoki hansirash, sovuq ter bosishi, umumiy holsizlik. Bundan tashqari qo'shimcha belgilar ham bor. Asosiylari shular. Va bemorda klinik belgilarni ko'rdik. EKG tekshiruv qilganimizda ST segment elevatsiyasi yoki ko'tarilishi mana bunday ko'rinishda yoki ST segment elevatsiyasi emas, ya'ni elevatsiyasiz bu manfiy tetischa yoki ST segment depressiyasi ko'rinishda. Mana depressiya, mana tetischa ko'rinishida bo'lsa, bu o'tkir koronar sindrom deb olinadi va bemorda zudlik bilan gospitalizatsiya qilinib bolnitsaga troponin test o'tkaziladi. Troponin test o'tkazganimizda bemorda troponin test musbat chiqsa, bu miokard infarkti deb olinadi va taktika miokard infarkti bo'yicha ketadi. Agar bu manfiy chiqsa, bu nostabil stenokardiya bo'ladi. Va bemorda nostabil stenokardiya bo'yicha tegishli diagnostika va davolash usullari amalga oshiriladi. Mana do'stlar, sizlar bilan o'tkir koronar sindromni diagnostikasi haqida gaplashib o'tdik. Endi men o'tkir koronar sindromni qisqacha keyingi rivojlanishini, ya'ni transformatsiyasini gapirib beraman. Xo'p, demak, biz aytdik, o'tkir koronar sindrom ikki xil bo'ladi. EKG belgilari bo'yicha bu ST segment ko'tarilishi bilan, ya'ni elevatsiyasi va ST segment ko'tarilishsiz, ya'ni elevatsiyasiz ko'rinishda bo'ladi dedik. Buni kelajakda oqibati, ya'ni nimalar bo'lishi mumkin? ST segment elevatsiyasi kelajakda
eng ko'p ehtimol bilan quv tishli miokard infarktiga aylanadi. Ko'p ehtimol quv tishli miokard infarktiga aylanadi. Kamdan kam holatlarda, juda kamdan kam holatlarda quv tishsiz miokard infarktiga aylanishi mumkin. Asosan quv tishli miokard infarkti eng ko'p ehtimol bilan quv tishli miokard infarkti ehtimollik darajasini aytaylik 90% deb olsak, yana kamdan kam holatlarda quv tishsiz miokard infarktiga transformatsiya bo'ladi, aytaylik 8% hollarda. Va yana juda kam holatlarda nostabil stenokardiyaga, aytaylik 2% holatlarda nostabil stenokardiyaga transformatsiya bo'ladi. Endi quv tishsiz miokard infarkti, ya'ni elevatsiyasiz miokard infarkti, unaqa o'tkir koronar sindrom bo'lsa, bu ko'p holatlarda, odatda aytaylik примерно 30-40% holatlarda quv tishli miokard infarktiga transformatsiya bo'ladi. Bundan ham ehtimolli ko'p holatlarda, aytaylik 50-60% holatlarda quv tishsiz miokard infarktiga transformatsiya bo'ladi. Va juda kam holatlarda, aytaylik 5-10% desak bo'ladi, 5-10% holatlarda nostabil stenokardiyaga transformatsiya bo'ladi. Biz hayotda ko'radiganimiz eng ko'p ST segment elevatsiyasi quv tishli miokard infarktiga transformatsiyasi va ST segment elevatsiyasida quv tishsiz miokard infarktiga transformatsiyasini biz hayotimizda juda ko'p marta uchratamiz. Lekin har ikkalasi ham, ya'ni elevatsiya bo'lsa ham, elevatsiya bo'lmasa ham, ya'ni elevatsiyasiz bo'lsa ham, agar troponin manfiy chiqadigan bo'lsa, bu nostabil stenokardiya bo'ladi. Elevatsiya bo'lsa ham, elevatsiyasiz bo'lsa ham, agar troponin manfiy chiqsa, bu nostabil stenokardiya bo'lar ekan. Demak, umumiy tushuncha shunday, ya'ni o'tkir koronar sindrom kelajakda, ya'ni yaqin kelajakda quv tishli miokard infarktiga eng ko'p hollarda va quv tishsiz miokard infarktiga bu ham ko'p hollarda, ko'proq elevatsiyasiz tipida bo'lganda va kam hollarda nostabil stenokardiyaga transformatsiya bo'ladi. Mana do'stlar, sizlar bilan bugungi ajoyib o'tkir koronar sindromga bag'ishlangan video darsligimizni tayyorlab oldik. Biz bilan doimo kardiologiya ilmini oson va qulay tarzda o'rganishingiz mumkin. Cardioscience jamoasi siz uchun harakatda. Sog' salomat bo'ling.